Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, yaxşımısınızlar? Bugün 2024-yil 4 ayının 10 günü çarşamba keçdi. Yani bugün Roza Heyitining 1-günü. Şu münasibət bilan men qarindoshlarımning Roza Heyitini muboraklayman. Roza Heyitimizga muborak bo'lsin. Yaqında Noruz geldi, Noruz bilan bahar geldi, mana hamda Heyit geldi. Şunu men oqurmanlarga Abdullah Aripovning Sen baharını seğinmedinmi degan she'rini o'qish, yani o'qib berish bilan boshlab anandan boshqa mazmunlarga ko'chmoqchi. Sen baharını seğinmedinmi? Abdullah Aripov. O'yg'atquchi bog'larni kezdim, tapay dedim qirdin izingni. Jup mangzingdin rang olgan dedim, lali zarga burab yüzümni. Uçuratmadım amma özüngni, sen baharni seğinmedinmi? Yiroqladin hayvatlik tog'lar, xiyollarni kelidi besib, o'tdi qancha intizor chog'lar, vasling manga bo'lmadi nesib. Sensiz menmi baharmi g'erib, sen baharni seğinmedinmi? Önkürlerde sakraydi ahu, Bergilarni oynaydı şamal, qarlıqlarda şıldırlagan su, daryolarda qılıdı javlon. Nigahimdin faqat sen pinhan, sen baharni seğinmedinmi? Mana bugün Navruzi alem, dostlarımga güller tutar men. Nelerde sen söygünüm erkem, kolumda gül seni küter men. Ömrüm boyu saklap öter men. Sen baharni seğinmedinmi? Xo'sh. Endi boshqa gap ko'chimiz. Bundan bir qarna vaqt ilgari taxminan men oliy maktabning 2-yilligini Urumchida o'qiyotgan chig'imda universitetimizda fakultetlar araz munozara musobaqasi bo'lgan. Yani fakultetlar bilan fakultetlar bir team grup tashkillab o'zaro munozara tushadigan ma'lum bir tema. Bir gruppaning o'zining ko'z qarashi bo'ladi, yana bir gruppaning o'z ko'z qarashi bo'ladi, ammo bir-biriga bular qarshi turadigan, o'zining qarashlarini dalillaydigan qarshi taraflikini rad qiladigan. 2-yilninki 1-mavsumida 2-yilninki mavsum ekan, to'g'ri, 2-mavsumida şu atyoz mazgillar edi. Biz Coğrafya fakültetida, Egrik boshqarish fakültetining o'quvchilari bilan Coğrafya fakültetining o'quvchilari Coğrafya fakültetida munozaraga tushdik. Men yordamchi munozarachi, ammo bizning bir bosh munozarachi bor, aytdim. Tirishchan, aqlli bola, chechan bola. Biz 2-yillikni, o bola 4-yillikni ketdi. Bizningki temamiz kollektiv manfaat muhim. Coğrafya fakültetiningki temasi shaxsiy manfaat üstün orunda turdu deydigan. Bizning kollektiv manfaat üstün orunda turdu deydigan. Bizning munozarachi bola ait ko'p kitob o'qigan, aqlli bir danishmand bola edi. O shu vaqtda o'zimizning ko'z qarashini isbotlash uchun, ya'ni o'zining ko'z qarashini isbotlash uchun dastlab so'z boshlab, Yaponlardagi, ya'ni Yapon millatining, Yamato millati deb qo'yamdi, Dahe deb boshlagan shu chaqda. Dahe millatining yoki Yamato millatininki kollektiv ro'yi bilan 2-Dünya urushida vayron bo'lib ketgan 46-yili Zimistonda, Zimiston qattiq bo'lib, qish qattiq bo'lib, ochashliq bo'lib ketgan Yaponda yarim asrning ichida terilib, dunyoning iqtisodi oldin qatorda o'tgan, iqtisodi unnachasi oshgan, xalqning o'tirchi saviyasi oshgan, paychik bozorlar shundoq yaxshi bo'lgan, Yaponning shirkatlari, mana elektrlik asboblarni yasaydigan shirkatlarning dunyoviylashganligi, anandan nurg'un davlatlarning, Amerikadagi davlatlarning Yaponlarningki korxona boshqarish usulini o'rganishga borganligi degandek, bardiganligi degandek nurg'un ijobiy narsalarni so'zlab o'tirib, Yaponlardagi kollektiv ro'yining kuchligining Yapon xalqini, ya'ni Yamato xalqiningki kollektiv ro'yining kuchlikligi Yaponni bir kuchli dunyodagi kuchli davlatga aylantirganligini dalillar bilan, sonliq ma'lumotlar bilan shunda so'zlaganda, biz yana bir munozirchi, yordamchi munozirchi, so'l qo'l, men o'ng qo'l munozir, yordamchi munozirchilar biz
baş münazirçiningki sözlerini biz qo'llab fikr qilgan bo'lsaqmi, tushgan savollarga, qarshi tarafdan tushgan qaytarma javoblarga raddiya berishga tirishgan bo'lsaqmi, ammo coğrafya fakultetiningki munozara komandasi bularni aytib kuchlik komanda ekan. Baş münazirçi ait gapdan balkan, chaqchaqchi balkan bu bola. Asaxsan chaqchaq bilan gap boshlab biz har qatim baş münazirçi keltirgan misollarni rad qilib chaqchaqi burablam kollektiv ruhning muhimligini, kollektiv ruhga eslab olganlarningki taraqqilanmaydiganligini, shaxsiy manfaatning muhimligini, shaxsiy manfaatni cho'ng bilgan odamning gulindiganligini va hokazo. Shaxsiy manfaatni cho'ng bilmaganlarning ammo yerga kirib ketganligini, yer yuzdiganligini, o'zining manfaatini o'ylamaganlarning yer kirib ketganligini so'zlab o'tirib, har xil chaqchaq gaplarni deb jiq esimda qolmabdi. Bu nurg'un zaman buni qishlab. Gapni qiziq qilgan ekan, so'rindagi butun zalda odam jiq, o'quvchilar jiq. Alaga chavak deganda shundoq chep ketdi. Oxirida kichik nomer farq bilan ba'zilar ammaning inkosiga chavakka qarayotganda ko'proq shular yangan bizni. Shu vaqtimda biz toza qaylamagan, bizning o'yimizda biz shundoq ilmiy munozara bo'lgandan keyin shundoq logikalik so'zildik, ko'z qarashimizni yaxshi bayon qildik. Dalilimizmi kitoblardan ilingan, o'ydirilgan emas. Ammo qarshi tarafdanki o'tirib qo'yganlari onun hikmeti, bunun hikmeti, ama ba'zi bir shu chaqchaq bilan bizni yengib oldi, haqlar chavakni chilib deb toza qaylamagandik. Lekin keyin o'ylab, keyin hayot jarayonida o'ylaymiz bir ishlarni. Endi Maverick pulning psixologiyasi degan kitobni o'qib, shu ish esimga keldi. Endi qarab o'ylasam, kishilar shu pulning psixologiyasi deydi ekan. Birovlarni tushirdigan, anandan keyin nayt ümitsiz gaplarga bak diqqat qildi ekan. Diqqatni tortdi ekan kishilarni. Shu vaqtda biz ishni yaxshi tarafga burab, shundoq yaponliklarningki taraqqiy qilishning sabablarini shu baş munozirchi logikalik, shundoq yaxshi mantiqli dalillar bilan statistik ma'lumotlar bilan desimi, ona dogma kitob chiqarib hajviy chaqchaq bilan qilsa, kishilar ashunga chaqchaq chavak chep ketganda keltirib oldi, gapni keltirib oldi debchi. Ilmiy munozara bo'lgan ekan, asli o'ningki shu mantiqqa diqqat qilish kerak. Ona diqqat qilmay chavak shunaqa chaldi-da. Keyin mana shu pulning psixologiyasi degan kitobda shunaqa deydi ekan. Odamlar yaxshi ishga e'ron qilmaydi deydi, ammo nachar ishga e'ron qildi, diqqat qildi. Ular chavak chaladi. Agar sen bir aqlli odam qo'pib, ma paycheki onasi o'sishi mumkin desa, nurg'a odam e'ron qilmaydi. Nada bir soltak qo'pib, ma shirkatning paycheki yo'qolib ketdi, chunki buning buxgalterlikdan chataq chiqdi deb qo'ysa, uni bak diqqat qildi deydi. Paycheki 140% o'ssa, uni so'zlaydigan odam yo'q. Ammo 10% tushib ketib qolsa, bütün media ashuni so'zlaydi deydi. Nima shundoq? Endi bu odamlarningki o'sha uzun taraqqiyot jarayonida odamlarda bo'ladigan bir xil umitsizlikni umidvorlikqa qaragan vaqtda bak diqqat qiladigan kishilar umidsiz narsalarga, eski gap, eski ish, g'ayvat shikoyat, ashunga bak diqqat qiladiganligi, go'zallik, yaxshilik deganlarga ancha e'ron qilmaydiganligi. Bu shunday bir xususiyati borligini, buni psixologlarning, tarixshunoslarning hayron qolganligini o'sha kitobda debdi. Masalan, John Stuart Mill deydigan angliyalik faylasuf, klassik iqtisodshunos, shuni bir gapi bor. Men o'qib hayron qoldim. Nima desam, odamlar mening bak hayron qolganim, odamlarga umidvorlik to'g'risida, yaxshi ish to'g'risida so'zilgan odamlarga qaragan chaqda umidsizlik, falokat to'g'risida, shu jahannam to'g'risida so'zilgan odamlarni cho'ng biladigan, yomon ishni so'zlaydigan odamni maloika, mashoyix ko'radigan, shundoq bir odamlar shundoq bir
psik baki, xarakter baki. Men aşınaga hayran kaldım. Men küzettim, aşınaga hayran kaldım. Men mi düşenmedim depti. Bu adam 19. asırdaki Angliyalik filosof, klassik ixtisoshlash, danliq John Stuart Mill degan. Bu adam aşınaga hayran kalgan. Anadaki ma o Nobel iqtisod mukofotiga erishgan Daniel Kahneman degan adam o insanlarning qilmishni tadqiq qilib Nobel mukofotiga erishgan adam. Bu mu depti? Adamlar payda algan, paydalash bilan ziyon tortishni nimaga qo'ysa, girga qo'ysa, payda alganga nisbatan payda algan ishninki paydasini yaxshi tarafini jiq ko'rmay, ziyon tortganninki ziyon tortganni ko'p turib so'zlab ketadi. Ashunga bek diqqat qilib ketadi. Paychiki 20-30% o'ssa, mokkada so'qidi, jiq yaqinmaydi deydi. Ammo 5% yo'q deb qo'ysa, Allah deb Allah kimlarni qag'ab yuriydi degandek bir ma'noga qilib turadi. Bunda bo'lish sabab jonliqlar, ya'ni organizmlar tahdidga, xatarga, fursatga qaragan chaqda xatarga jiqroq ahamiyat berganligi uchun ular jonliqlar shunday qilib hayotning so'qlarni boshdan kechirib mushalliq kelgan. Shunga umidvorlik bilan umidsizlik hargiz taqsimlangan odamning qo'liga o'xshash. Kishilar ko'pincha umidsizlikka chiqarib eg'ib ketadi degan gapni aytdi. Masalan, 2008 yılı 12 yanvar 29 kuni bu asrdagi Amerikada ikkinchi bir iqtisodiy kriz yuz berdi. 2001 yılı .com bubble bo'ldi, ko'p internet shirkatlarning ko'p bo'ldi. Ammo uning qaragan vaqtda shu joyda xalq pulni yo'qotib qo'ygan 4 trillion. 2008 yilga kelgan vaqtda o'yinlik kriz yuz berdi. U 6 trilliondan jiq pul yo'qotib qo'ydi xalqlar. Shu kriz yuz bergan vaqtda Wall Street gazeti deydigan dunyoga danliq Amerikaningki pul ma'lum gazeti. Shuning bosh betida Rossiyalik bir Igor Pronin deydigan bir professorning Amerikaningki taqdiri haqida yozgan maqolasida haqida to'xtalib bir cho'ng yozma e'lon qilingan gap. Yana u Igor Pronin degan bir Roskiy nimda bezib ekan desa 2010 yılı 6. ayının ahiri, 7. ayının 5'i varınca Amerika parçalanıp 6'ga bölünüp ketdi. Alaska Rossiyaya qaytib keldi. Hawaii Xitoy yoki Yaponning ta'siriga o'tdi. Kaliforniya bir jumuriyat bo'lib Xitoyning tavalludiga o'tdi yoki Kaliforniya jumuriyati bo'lib Xitoyning ta'siriga uchraydi. Beqinsiga aylanib qoladi. Texas Meksikaga qaytib ketdi. Washington DC, New York qatorliq talablar Atlantik Amerikani tashkil qiladi. Sharq shimoldagi, masalan, shu Bostonda bor, shu shtatlar. Masalan, bu qatorliq shtatlarni Kanada o'zining qo'yniga oladi. Amerikaga 6 parchalanib ketadi deb maqola yozgan gap. Bu to'g'risida haqli shundachiq so'zlab ketgan gap. Ya'ni Amerikaning taraqqiyotiga nisbatan qiyomat bo'ladigandek bir xil gapni qilgan gapda, buning nisbatan nurg'on odamlar to'xtalib so'zlashib ashnaq ketgan gap. Ammo yaxshi ish kelgan vaqtda haqlichiq so'zlamaydi deydi. Yana bir Mikolskiy degan tarixshunosmi shuna bir degan gapni degan gap. Meni bak hayron qildig'im, tushunmaydiganim odamlar dunyoninki halokatiga nisbatan voy qiyomat qo'padigan bo'ldi, ma dunyo vayron bo'ldigan bo'ldi degan gapga nisbatan alohida diqqat qiladi, uni ko'p turib so'zlashidi, uningga bak berilib ketadi, berilishib so'zlashidi deb. Ondan boshqa tarixshunoslarmi 1929 yılı Amerika'da yüz bergan iqtisodiy bo'hron yüz berib bir necha yil davomlashgan iqtisodiy bo'hron mezgilida amaliyotda shu paycheki bozorining tushishi bilan nurg'un odam ishni yo'qotib, xizmatni yo'qotib qo'ygan, nurg'un boylik yo'qolib ketgan qo'y. Shu chaqda paychekiga ega bo'lgan odamlarning soni Amerika opostining 20% tashkil qilgan. Ammo hamma odam degidek bu dünya vayron bo'lib ketadigandik ashuna holatga ta'sir ashuna alg'i tushgan. Demak, bu yerdagi kitobning avtori deydiki, pul va sog'lomlik xususiga bog'liq ish deydi. Ammo pul nurg'un odamlar, jamiyatning hamma sistemasiga singib ketgan deydi. Pulning masalasi, pul hamma yerda deydi. Pul aloqador ish hamma yerda deydi. Masalan, bir shirkatning boshlig'i xatolik qilib qo'ysa, shirkat vayron bo'lib ketsa, nurg'un odam ishsiz qoladi. Masalan, bir restoran taqilib ketsa, onda ishlayotgan odamlar ishsiz qoladi. Paycheklar tushib ketib qolsa, paychekga nurg'un topgan tukuni sog'an odamlar boyligi yo'qolib ketadi. Shunga pulning ishga kelgan vaqtda o sistemalik nurg'un bir-biriga chetilib ketgan bir odamning
bir kichikgina bir tabiiy hodisining yoki ijtimoiy siyosiy to'qinishning uning ta'siri pulning ishiga nisbatan jiq ta'sir ko'rsatadi. Xalqlar shuni bilganligi uchun shu nemadimi, shundoq medialardimi pay chekining iqtisodning gipi bo'lgan vaqtda o'sganga qaragan vaqtda tushganning gipiga bak eslib oladi. Aloqa shilimga chaplashtirib qo'ygandek chaplashib o'shtinglarla qoladi. Bu nima ish qilmanda olib ketadi, nima ish uchib ketadi deb qabul qilolmaydi deydi. Chunki bu odamlarningki shu nemisda shundoq taraq qilib mushkun kelgan vaqtda psixikasida shakllanib qolganidan biz hech nima qilolmaymiz deydi. To'g'ri bo'ldi demak. Ya'ni ümidsizlikka, nachar ishga jiqroq diqqat qilish, yaxshi ishga, go'zallikni hozir ko'rmasga selish yoki uni kamsindirish deganga o'xshash. Ondan debdim shu aeroplan barliq kelgan Akufka White'lar 1889-yilda shu aeroplanning gapini qilgan vaqtda tunji aeroplan kelgan vaqtda ta 1905-yilgacha kishilar buning qadrini bilmagan gap, ko'zilmagan gap. Qanday uchira oladi uni? Bu 50-60 kilo narsani uçuramaydı bular. Qandaq tömön osmonda uçağıl oldu deb. Amaliyotda aeroplanni sinoq qilib uçurib 4,5 yilgacha xalqlar uni ko'ngilchimgan gap alaqcha. O vaqtda mandaq masxiriy pozitsiyasini tutgan gap. Demak, odamlar yaxshi narsaga nisbatan inkosi osti qatmaldiroq bo'ladi, qabul qilmaydi. Nachar narsalarni bak diqqat qiladi. Nachar gap, g'ayvat, shikoyat, so'qish u buningga bak yerisman bo'ldi, bak anglaydi. Uningga bak kallami ketmaydi o. Ammo bak yaxshi ishlarning nemisini tushunishga kalli ketdi, o'ylaydigan gap. Shunga kallasi oddiy odamlar, shunday odamlarga jiq, shunday ishlarga bak jiq kirib oladi deydi. Kitobning asosiy iddiasi shu. Andan keyin yaxshi ishlarning vaqt ketishiga, masalan, mablag' solsangiz, mablag'ingizning ko'payishiga vaqt ketadi dedik. Jug'lanma ta'siri compound effect bak cho'ng bo'ladi dedik, masalan, bir zaymni 10 yil bir zaymni ep qo'yib 10 yillik zaymni ep qo'ysangiz yoki 30 yillik ep qo'ysangiz hozirdan boshlab 30 yildan keyin palanchi pul bo'ldi. Hozirning o'zida kichikdak to'g'am bilan 30 yildan keyin alaydi bo'ldi. Agar halaqi o'tgandagi misollarda keltirganga o'xshash tozliq ishchisilik odam bu odam shu paychikini ep qo'yib 40-50 yil tutgan, uning jug'lanma ta'sirida ayndaq jiq pul topgan. Warren Buffettmi shu 65 yoshdan keyin pulning 90% 65 yoshdan keyin topgan. Chunki jug'lanma ta'sirini yaxshi tushungan. Shunga o'xshash ma'vo haqlar pol muomala bozorda emas, odatda ijtimoiy turmushdami shu jug'lanma ta'siriga sal qaraydi. Bu xuddi bizningki tamchi toshni teshidi degan gap shu. Tamchi toshni teshidi degan gap shu. Odatda tamchi nima qilib tushsa haqlar aniq diqqat qilmaydi. Tamchi nima deydi, lekin tushilar bo'lsa toshni teshib o'tadi degan gap. Shu jug'lanma ta'siri degan shu. Ham odamlar mushunaq o'g'achqa yaxshi tarafni jiq ko'rmay, yomon tarafga jiq eslab olg'achqa pul muomala bozorining ishiga kelgan vaqtda ümidsizlik, ko'proq umidsiz kayfiyat bo'ladi. Bundaq qilishning bek hojati yo'q degan shunday bir gapni debdi bu kitobda. Ya'ni jiqroq pul topaman, jiqroq boy bo'laman desangiz, bak umidvor bo'lib ketmang. Chunki haqiqiy umidvorlik nima deganda, haqiqiy umidvorlik degan nima deganda, haqiqiy umidvorlik men telefon kelib qilib fikrimni buzyapti. O'sha haqiqiy umidvor odam nima desa, ishlar doim yaxshi bo'ldi. Hamisha yaxshi bo'ldi. Quyosh kunda parlaq chiqadi deydigan odam emas deydi. Quyosh kunda chiqadi, ammo ba'zida bulut qoldi, sovuq bo'lib qoladi. Buni e'tirof qilish kerak. Xpaslik bo'ldi hayotda, ammo quyosh cho'qim chiqadi deb qaraydiganlar haqiqiy umidvor odamlar deydi. Ishlarning hammasi go'zal bo'ldi deydigan odamlar umidvor emas. Ular idealistik, subyektiv ular. Addan ziyada. Hayotning qiyinchiliklari oldu, soğuklar oldu, bir adamın hayatında şu, peşkatı açıldı, qiyinchiliklar oldu. Ama haqiqiy umidvor adam reallikni kuzatib, shunun qarata o'zining tanlashini, qilmishini o'zgartirib, tanishib ma'nolaydigan odamlar. Shu paychikiga
pul muomala bozoriga mablag' solgan odamda zodi mushu pul muomala bozorida men uzun mezgil turishim, buning mevasini yeyishim uchun to'laydigan bahosim badlim nima deb buni bilish kerak. Chunki paychik bozorda doim tavrinish bo'ldi. O'li talati bo'ldi. O'ylamagan ba'zi chekinib ketadigan, qiymatni yo'qitib qo'ydigan ishlarmi bo'ldi. Shu sog'an mablag'ni yo'qitib qo'ydigan ishlar bo'ldi. Buni bilish kerak. Ana shuni kallasini o'tkazilgandan keyin ondan aloqa kalkiga qarab mansuludi. Kalkisi tanlashdan qiyisildi degan mushi iddini yezibdi kitobda. Shu men ko'pchilikninki o'zini pul muomala bozori mablag' solgan qarindoshlarning mablag'chilikda jug'lanma ta'sirininki kuchiga sal qaramaslikni, ümitsiz bo'lib ketmasligini, haddan ziyoda reallikdan tashqari g'ayri umidvor bo'lib ketmasligini, salqin bo'lishini umid qilaman. Bu bir tema. Ana yana bir oxirgi tema bu yaqinqi statistik iqtisodiy uchurlar paychiga bozorga nisbatan toza yaxshi emas. Ya'ni o'tgan juma kuni Amerikada ishga o'rlashganlarning soni oshdi, ishsizlik nisbati tushdi. Bugun sonliq ma'lumot pul paxalligining 3.3-yil 3.1% ga o'sganligini oshganligini da'vat qildi. Ya'ni 3.12%, 3.5%ga. Har ishqilisi o'simlik kesilo degan nisbatan ziyonli. Shu paychiga bozorda bir necha kundan buyon dabalg'ish va tushib ketish va nima ish qilganda haqlar muayyan kelgusida bo'lgan ishga qarab turib tanlash qildi. Endi pul paxalligi oshsa, hargiz markaziy bankka o'simni kesmaydi degan gap. O'simni kesmagandan keyin keyingi bo'lgan iqtisodiy faoliyatda selekadi degan gap. Pul biroz qisildi degan gap. Ammo ustiga bu O'rta Sharqqa to'qinish, Yevropadagi urush, Ukraina Rossiya urushi, bu neft bahsininki neft bozoriga ta'sir ko'rsatdi. Neftning bahsini sal o'rlitib bordi. Bu albatta pul paxalligida neft energiya bahsi muhim qismni egallaydi. Buni oshirib o'tadi. Shunday bo'lgan vaqtda o'sim nisbatining tushmasligi o'yinlik bozoriga ta'sir ko'rsatdi, nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatdi. Ammo Amerikaning emgak bozori yaxshi, haqlar xizmat deb batadi, ishsizlik nisbati azroq tuvalladi. Bu degani xalqning qo'lida yana pul bor. Haq ishlagandan keyin xizmat bo'lgandan keyin pul olgandan keyin xajlaydi. Bu yana pul paxalligiga nisbatan pulninki aloqa pul paxalligiga nisbatan yana muayyan bir hassi qo'shib o'tib qoladi degan gap. Shunday bo'lganda bu yilning ichida Markaziy bankining o'simni 3 qatim kesish emas, bir qatim kessa, 2 qatim kessami kishilar xo'sh bo'ladi degandek shunday yakin chiqdi. Shuning bir necha murabbiylar ichida paychika bozori toza yaxshi emas. Biz qarasanglar chekinish bor. Sabab nima desa, pul paxalligi yeyotdi, ishsizlik nisbati tuvalladi. Odatda pul paxalligi bilan ishsizlik nisbatining yuqori bo'lishi, pul paxalligining yuqori bo'lishi iqtisodda ikki qo'shmaq razil narsa deydigan narsa. Razil, ichkilisini nachar demakchi. Razil degan nachar degan gap. Ammo hozir birisi nacharlashi pul paxalligiga tushmay, ishsizlik nisbati tushib o'tadi. Andan o'tgan yil asosan Amerika iqtisodiy yumshoq qo'ndi dedik-ku. Bu yil har xil kishilar har xil gaplarni deyapti. Endi Amerikaning iqtisodiy chatoq chiqdi da'vat qildi. Cho'ng chekinish bo'ladi deganlar va Amerikaning iqtisodi yana yumshoq qo'ndi deb qarayotganlar. Kishilar, iqtisodshunoslar, mutaxassislar, tadqiqotchilar har xil qaraydi. Ammo bizga kerak xizmatimizni yo'qotmaslik, sog'an mablag'imizni ko'paytirish, ziyon tortmaslik. Hammalarga yana bir qatim yaxshi kunlar, yaxshi hayot tilayman. Rahmat.